Amerika Tashqi ishlar ministrligi e'lon qilgan 2021 yillik kishilik huquq dokladida Sharqi Turkistonda Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarning davomlashayotganligi o'tirib qo'yildi. 12 aprel kuni Amerika Tashqi ishlar ministrligi bu munosabat bilan maxsus muxbirlarni kutib olish yig'ini chaqirdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Xitoy hukumatining Uyg'urlarni qirg'in qilishni keskin tanqidladi. U bu haqda qilgan so'zida Xitoy hukumati hozir Uyg'ur avtonom rayonida Uyg'urlarni asos qilgan holda musulmonlar ammasiga qarata qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarni sodir qilishni texnicha davom qilyotidi dedi. U yana Hong Kong, Tibet va boshqa joylardagi kishilik huquq tafsirchilikni tilga oldi. Xitoy Shanxayda koronavirusi yuqumiga qarshi keskin tadbir qo'llangandan keyin Amerika Tashqi ishlar ministrligi jiddiy ahvol xodimlaridan boshqa barliq konsulxona xodimlarini Shanxaydan ayrilishga buyurdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi buningga inkos qaytarib, Amerikaning bu qarorini tanqid qildi. Bu yilning birinchi faslida Qozog'istonda o'ltiraqlashish kinishkisi iltimos qilgan Rossiya fuqarolarining soni bulturqiga o'xshash mezgildagiga selishtirganda 2.5 hassa ko'paydi. Bu bayonot Qozog'istonning birinchi muavin ichki ishlar ministri Maratdan keldi. Maratning aytishicha, 2022 yilning oldingi 3 oyida taxminan 1000 Rossiya fuqarosi Qozog'istonda turish kinishkisi iltimos qilgan. Amerika Moliya ministri Janet Yellen Xitoyning Rossiya-Ukraina urushini oxirlashtirishga yordam berishni umid qiladiganligini hamda Rossiyaga qaratilgan jazoni buzganlarga qarab turmaydiganligini bildirdi. Yellen Atlantik okean kengashi sohibxonlik qilgan faoliyatda dunyo iqtisodiga baho berdi. Alma şirketining iPhone mahsulotlarining asosli ishlab chiqaruvchisi bo'lgan Pegatron Shanxaydagi taqash tadbirlari sababidan ishlab chiqarishni vaqtincha to'xtatgan shirkatlarga qo'shildi. Taymanga joylashgan texnika shirkati Pegatron Xitoydagi 2 zavodida ishlab chiqarishni vaqtincha to'xtatganligini e'lon qildi. Nurg'unlagan yasamichilik va pul muomala shirkatlari joylashgan bu shahar 3-oyning oxirida Xitoy virusi yuqumi og'ir darajada ko'paygandan keyin karantin qilingan edi. Rossiya Tashqi ishlar ministrligi qaytarma hujum sifatida Amerika parlamentining 398 a'zosi va 87 nafar Kanada Kengash palata a'zosiga jazo berishni qaror qilganligini e'lon qildi. Ministrlikning bayonotida Amerika prezidenti Jo Baydenning hukumatining 24-mart Rossiyaga qaratgan jazosining Rossiya parlamentining tuvan palatasi Duma vakillarini o'z ichiga olganligi eskartildi. Egilenishicha, Amerikaning New York shahridagi Brooklyn metro bekatida qurolli hujum qo'zg'agan gumondor Frank James soqchilar tomonidan tutilgan. Amerikaning New York shahridagi Brooklyn metro bekatiga qaratilgan qurolli hujumda kam deganda 23 odam yaralangan, ularning 10 nafari o'q bilan yaralangan.